Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Xudo xolisa noyabr oyi uchun qabullarimiz ochildi. Qabullarimizni aytib o'tishdan oldin sizlarga zo'r yangilikni aytib o'tib ketaman. Xudo xolisa vodiy ahli uchun super yangilik bo'ladi bu. Hamma reyslarimiz Madina shahriga qaratildi noyabr oyida. Farg'onadan, Namangandan Madina shahriga va plus qo'shimchasiga eng quvonarli holat Andijon Madina xudo xolisa yo'nalishimiz ochildi. Reyslarimiz bilan hozir tanishtirib o'taman. Keyin ularning qanaqa paketligini, necha kunligini xudo xolisa aytaman. Toshkent shahridan ham bor, Toshkent Jidda va Toshkent Madina. Toshkentdan muntazam xudo xolisa qatnovimiz bor. 1-noyabrdan 30-noyabr sanasigacha xudo xolisa har kuni reyslarimiz bor. Bizga bemalol murojaat qilasizlar. Men ularning narxi bilan keyin sizlarga tanishtirib o'taman. Kelinglar Farg'onadan xudo xolisa boshlaymiz. Farg'ona shahridan 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22 kunlari, 24, 25, 26 va 29 noyabr sanalariga xudo xolisa Farg'ona, Madina, Farg'ona yo'nalishida 14 kunlik xudo xolisa standart plus paketimiz bor. Narxi $995 qilib belgilaganmiz. Endi Namangan shahridan Namangan, Madina, Namangan yo'nalishi 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 va 28 noyabr sanalariga Namangan, Madina, Namangan yo'nalishida to'g'ridan to'g'ri reyslarimiz 14 kunlik standart plus paket, u ham xudo xolisa narxi $995. Endi eng quvonarli holatini aytib o'tib ketaman. Bu andijonliklar uchun zo'r yangilik. Xudo xolisa 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 va 30 noyabr sanalariga xudo xolisa Andijon Madina Andijon yo'nalishida 14 kunlik standart plus paketimiz. Buni ham narxi $995 dan. Toshkent shahridan xudo xolisa 1-noyabr sanasidan 30-noyabr sanasigacha deyarli har kun reyslarimiz bor. Narxi $965dan. Ekrandagi telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolisa ishlaringizni sifatli va chiroyli qilib bitkazib beramiz. WhatsApp, Telegramlarimiz ishlab turibdi. Xudo xolisa nima savollaring bo'lsa, savollaringga albatta javob beramiz. Xudo xolisa murojaat qilishlari mumkin. Tojikiston fuqarolari bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ularga ham o'ziga yarasha chegirmalarimiz bor. Xudo xolisa narxlari ular bilan ham O'zbekiston bilan ham narxlar bir xil aytib o'tib ketamiz doim. Xudo xolisa bemalol aloqaga chiqinglar. WhatsApp, Telegramlarimiz ishlab turibdi. 14 kunlik standart plus paket 3 kun Madina shahrida va 11 kun Makka shahrida bo'ladi. Madinaga borilgandan keyin mehmonxona 200 metrda. Madina ziyoratlari Qubo masjid, Qiblatayn masjid, Uhud tog'i, Rumot tepaligi, Shahidlar qabristoni, Xurmo bog'i. Xudo xolisa ochiq bo'lsa albatta ulgusi Qur'on bosmaxonasi va eng yaxshisi xudo xolisa Ravza-i Mutahharaga xudo xolisa albatta olib kiriladi Ravza-i Muborakka. Endi Madina shahridan Makka shahriga borilgandan keyin Makka shahrida umra amallari bajarib olingandan keyin 1 kun 2 kun o'tkazib, ozgina dam berilgandan keyin Makka ziyoratiga olib chiqadi xudo xolisa. Arafot, Jamarot, Mino, Muzdalifa, Nur tog'i, Hiro g'orlari xudo xolisa. Rojihiy masjidi xudo xolisa bor bular kiritilgan. Endi bonus sifatida Qizil dengiz sayohatini ham kiritib qo'yganmiz. To'lovni qilasiz, oshiqcha hech qanaqa rasxod qilmaysiz. Sizdan hech kim oshiqcha yig'maydi. Endi bundan bozor mustasno. Bozor kiritilmagan, bozorga boryapti 5-10 riyoldan yo'l-kiraga pul olishlari mumkin, xudo xolisa. Undan tashqari, xudo xolisa yana ko'zga ko'ringan joylar bor. Albatta ularga olib boriladi. To'lovni qilasiz, xohlang aeroportda to'ling. Pasportni tashlaysiz, biz kiritib qo'yamiz. Xudo xolisa bemalol aeroportga borib to'lov qilishingiz mumkin. Xudo xolisa ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Qo'shimcha savollaring bo'lsa, sizlarni qiziqtirgan albatta javob beramiz. Hammalaringga sog'lik va salomatlik tilaymiz xudo xolisa. Yaxshilik kunlarda, yaxshi joylarda xudo xolisa ko'rishlik, bir-birimiz haqqimizga duo qilishlikni Alloh nasib qilsin. Ekrandagi telefon raqamlarida aloqada bo'lamiz muntazam. Bemalol qanaqa savollaring bo'lsa, murojaat qilishlaring mumkin. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.